Gultog' degan tog'imiz bor. Bu yerga biz gul tergani borardik. Mana shu yerda Navro'zgul o'sadi. Shu Navro'zgulni men biron joyda ko'rmaganman. Ko'p sayrlarda, sayohatlarda bo'laman. Bu Navro'zgulni men boshqa tog'larda ko'rmadim. Demak, buning vatani shu yer. Ana shunday bir his-tuyg'ular bizda vatan degan bir muqaddas bir mujdani bag'rimizga joylaydi. Bizga shu vatan degan tuyg'u bir muhrlanadi. Bu Farg'ona degan so'z bilan mana shu vatan bizni bag'rimizga kirib keldi. Farg'ona so'zida ham ona so'zi bor. Boshqa bironta shaharda ona so'zi shahar nomiga qo'shib aytilmaydi. Endi qarang, ona vatan deymiz, ona tuproq deymiz. Hatto tilimizga ham ona so'zini qo'shib aytamiz. Ona tilim deymiz. Demak, vatan shu ona kabi muqaddasdir.